Xitoy virusi Sharq Turkistonning Qashqar rayonida tarqalgan bo'lib, davomli kengaymoqda. Chet el taratqullari Xitoyning doklatiga asosan yuqumning kelish manbasini iz qo'g'lab, uni majburiy kiyim-kechak zavodidan kelgan deb gumon qilib, Xitoy Kompartiyasining Qashqardagi zavodda vaksinasini qilib qolganligi. Shundaqla Xitoy virus yuqumining Xitoy vaksinasini bilan zich munosabatli bo'lish mumkinligidan gumonlanganligini ko'rsatgan. 31 oktyabr kuni Xitoy Kommunistik partiyasi atalmış Xinjiang Avtonom rayonlik hukumat yuqumlanish muxbirlarni kutib olish yig'inida 31 oktyabr kuni atigan soat 0 dan kech soat 6 gacha Qashqarda yana 61 kishining Xitoy virusi bilan yuqumlanganligi, ammo kasallik alomat yo'qligini e'lon qilgan. Yerlik doiralarning doklatiga qaraganda Qashqarda 222 kishi Xitoy virusi kasallik alomati yo'q yuqumlangan bo'lib, ularning hammasi Konishar noyisi va Aqtu noyisidan bo'lib, ularning ichidan 51 kishi jazmlashtirilgan. Lekin Xitoy Kommunistik partiyasi Xitoy virusining kasallik ahvolini izchil yushirib kelganligi uchun yerlik yuqumlanishning haqiqiy soni yana bir sir bo'lib kelmoqda. Aloqador tarmoqlarning ilgirki doklatiga qaraganda Qashqarda tunji yuqumlangan kishi Konishar noyisi Jonmin Boziri Erikbesh yesining Shuchang kiyim-kechak zavodida ishlaydigan 17 yoshli qiz ishchi bo'lib, doklatga qaraganda bu qiz ishchi odatda kiyim-kechak zavodida turdi ekan. Oyda faqat 1 yoki 2 qatim uyga qaytadi ekan. Ota-onasi opirib keladi ekan. Seyşin Tor'ның maxsus doklatida Konishar noyisi Shuchang kiyim-kechak zavodida Jonmin Bozirdan 300 dan ortiq kent aholisi ishlaydi ekan. Ularning ko'pinchisi Uyg'ur ayollar bo'lib, kishi beshiga to'g'ri keladigan xizmat rayoni 2 metrga yetmaydi ekan. Bu kiyim-kechak zavodi 2018-yili Xitoy Kompartiyasi tomonidan atalmış namratlikdan qutulish nomida qurilgan. Ba'zi kishilik huquq qo'g'duvchilar va tadqiqotchilar Sharq Turkistonning atalmış namratlikdan qutuldirish faoliyatini Sharq Turkistondagi musulmon millatlarning majburiy emgak plani deb qaradi. Germaniyalik Sharq Turkiston masalalar mutaxassisi Adrian Zeniz oshkorlangan hujjatlar va rasmiy bayonlarni tahlil qilish orqali bu xil sanoat namratlikni tugatishning ixtiyoriy emasligi, atalmış namratlikni pasaytishni rad qilganlarning mengisini yuvish tarbiyasini qabul qilishga majburlanganligini o'tirib qo'yib, ularning tafakkurini Xitoyning nishoni bilan har vaqt moslashtirish degan. Avstraliya strategik siyosat tadqiqot o'rni bu zavodlarda ishlatilgan ishchilarning mahbus ekanligini, Shuchang kiyim-kechak zavodining tutib turish o'rni bilan bo'lgan orliqi taxminan 6,5 kilometr keldiganligi, ishchilarning zavod yotqib turdiganligi, har 2 haftada bir qatim uyga qaytishga ruxsat qilinganligini, yepiq holatdagi bu zavodga Xitoy virusining nadin kelganligini, Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarni qayta tarbiyalash lageri yoki majburiy zavodda yuqum vaksinasini qilib berayotgan deb oshkorlagan.